Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugun sizning e'tiboringizni juda muhim bir masalaga qaratmoqchiman. Agar siz ham mamlakatimizda moliyaviy barqarorlikni kutayotgan bo'lsangiz, ayniqsa shu kunlarda ko'pchilikni hayajonga solgan 20 oydan boshlab hammaga katta to'lovlar haqidagi mish-mishlarga qiziqayotgan bo'lsangiz, demak, bugungi videomiz aynan siz uchun. Sizning savollaringiz ko'p bo'lsa kerak. Bu to'lovlar kimga beriladi? Qancha miqdorda bunga erishish uchun nima qilish kerak? Kimga esa aksincha, bu yangilik taalluqli emas. Bugun men ekspert sifatida shu savollarga aniq va batafsil javob beraman. Shuningdek, siz bilmagan juda nozik jihatlarni ham ochib beraman. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun o'ta muhim ahamiyatga ega, ayniqsa moliyaviy ahvolni yaxshilashni istaganlar uchun. Shu sababli diqqat bilan eshiting. Hozirgi ma'lumot sizning yaqin kelajakdagi moliyaviy holatingizni to'liq o'zgartirib yuborishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'rishni unutmang va albatta bizning kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni esdan chiqarmang. Chunki sizning moliyaviy kelajagingiz hozir hal bo'lishi mumkin. Muammoning mohiyati xo'sh, avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, bu savollarga aniq javob beraylik. Mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimi doimiy ravishda takomillashtirilib kelinadi. Ilgari ijtimoiy nafaqalar va pensiyalar asosan belgilangan minimum me'yorlar asosida hisoblanar edi. Bu degani ma'lum bir toifa fuqarolar, masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, yoshga doir pensiyachilar belgilangan bazaviy miqdorlarda to'lovlarni olganlar. Vaziyatga qarab qo'shimcha imtiyozlar ham taqdim etilgan. Ammo bu tizimda ba'zi kamchiliklar ham bor edi. Masalan, ba'zi bir oilalar real ehtiyojlariga qaramasdan standart hisoblashlar tufayli yetarli darajada qo'llab-quvvatlana olmaganlar. Ijtimoiy adolat tamoyillariga to'liq rioya etilmagan holatlar kuzatilgan. Aynan shu kamchiliklarni bartaraf etish, aholining eng muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash va ularning turmush darajasini oshirish maqsadida yaqinda prezidentimizning maxsus farmoni misol uchun ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 1234 sonli farmon qabul qilindi. Bu farmon urmaydan boshlab kuchga kirishi belgilangan va u shunchaki pensiya yoki nafaqa miqdorini o'zgina oshirish haqida emas, balki butunlay yangi yondashuvni aniqroq qilib aytganda, maqsadli ijtimoiy to'lovlar tizimini joriy etishni nazarda tutadi. Bu yangi tizimning asosiy o'ziga xosligi shundaki, u hamma bir xil oladi tamoyildan voz kechib, kimga qancha kerak bo'lsa, shuncha oladi degan tamoyilga o'tishni maqsad qilgan. Ya'ni endilikda to'lovlar shaxsning yoki oilaning real ehtiyojlariga, ijtimoiy holatiga va mavjud qiyinchiliklarga qarab differensial tarzda belgilanadi. Bu juda muhim o'zgarish, chunki endi eng ehtiyojmand qatlamlarimiz, aynan ular eng ko'p qo'llab-quvvatlanadi. Bu nafaqat ularning moddiy ahvolini yaxshilaydi, balki jamiyatda ijtimoiy adolatni ham ta'minlashga xizmat qiladi. Batafsil tahlil. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotirlanish kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu yangi tizimning batafsil tahlili. Nimalarni bilishingiz kerak? Kim bu yangilikdan ko'proq foyda oladi va kimga bu o'zgarishlar unchalik ta'sir qilmaydi? Avvalo, shuni ta'kidlashim kerakki, 20 oydan boshlab amalga oshiriladigan bu katta to'lovlar hamma uchun bir xil emas. Ular aniq belgilangan mezonlarga javob beradigan fuqarolarga taqdim etiladi. Kimlar bunga kiradi? Bir nogironligi bo'lgan shaxslar, ayniqsa birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar uchun nafaqalar miqdori sezilarli darajada oshiriladi. Bu nafaqat bazaviy to'lovni, balki qo'shimcha yordam turlarini ham o'z ichiga olishi mumkin. Misol aytaylik, Exim yoshli Gulnora opa ikkinchi guruh nogironligi borligi sababli hozirda ilk 1 million so'm nafaqa oladi. Yangi farmonga ko'ra, unga ijtimoiy himoyaning kuchaytirilgan darajasi belgilanadi va uning nafaqasi bazaviy miqdoriga nisbatan 25% ga oshiriladi. Bu degani Gulnora opa endi har oy 1 million so'm nafaqa oladi. Agar u yolg'iz yashasa va uy-joy ijara haqi bo'lsa, unga qo'shimcha ravishda kommunal xizmatlar uchun ham kompensatsiya belgilanadi. Bu esa uning jami daromadini yanada oshiradi. Bu kompensatsiya miqdori yashash minimumining 7 bo'lishi mumkin. Ya'ni agar yashash minimumi 600 ming so'm bo'lsa, 300 ming so'mgacha qo'shimcha mablag' olishi mumkin. Shunday qilib, uning umumiy oylik daromadi 8 million so'mga yetishi mumkin. Ikki boquvchisini yo'qotgan oilalar, ayniqsa voyaga yetmagan bolalari bo'lgan oilalar uchun nafaqalar miqdori oshiriladi. Bu ularga farzandlarni munosib tarbiyalash
va ularning ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi. Misol 30 yoshli Dilobar opaning turmush o'rtog'i vafot etgan va 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Hozirda u har bir farzandi uchun 800 ming so'mdan jami 1,6 million so'm boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladi. Yangi farmon sharoitida oiladagi har bir bolaga to'lanadigan nafaqa miqdori yashash minimumining biri 5 barobar miqdorida belgilanadi. Agar yashash minimumi 600 ming so'mcha bo'lsa, har bir bola uchun 900 ming so'mdan jami 1,2 million so'm nafaqa oladi. Bundan tashqari, agar oilaning jami daromadi belgilangan chegaradan past bo'lsa, masalan, kishi boshiga 2 million so'mdan kam, ularga har oyda oziq-ovqat xarid qilish uchun qo'shimcha 400 ming so'm miqdorida moddiy yordam berilishi ham ko'zda tutilgan. Bu oilaning umumiy oylik daromadini 2 million so'mga oshiradi. 30 kam ta'minlangan oilalar. Bu toifa har doimgidek davlat e'tiborida bo'lgan, ammo endilikda ular ko'rsatiladigan yordam yanada individual tus oladi va oilaning aniq ehtiyojlaridan kelib chiqib belgilanadi. Misol, qishloqda yashovchi Salim aka va Nodira opaning 5 nafar farzandi bor. Xotinning ikkalasi ham vaqtincha ishsiz. Ularning jami oylik daromadi deyarli yo'q. Hozirda ular kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi doirasida ma'lum miqdorda mablag' olishadi, lekin bu ularning kundalik ehtiyojlarini qondirishga yetmaydi. Yangi tizimga ko'ra, bunday oilalar ijtimoiy himoyaning alohida ehtiyojli guruhiga kiritiladi. Ularga har bir bola uchun bazaviy nafaqa miqdorining 200 milligacha bo'lgan to'lov, shuningdek ro'yxatdan o'tgan uy xo'jaligining har bir a'zosiga 300 ming so'mdan qo'shimcha moddiy yordam ajratilishi mumkin. Ya'ni, agar oilada 7 kishi bo'lsa, ularga oyiga 2 million so'm qo'shimcha mablag' berilishi bilan birga bolalar nafaqasi ham sezilarli darajada oshiriladi. Jam bu oila oyiga 35-4 million so'm atrofida yordam olishi mumkin. Bu misol oilaning real ehtiyojlariga qarab differensiatsiyaning qanchalik muhimligini ko'rsatadi. 4. Nafaqaxo'rlar va ishlaydigan pensiyachilar. Ayrim toifa nafaqaxo'rlar, ayniqsa uzoq muddat mehnat stajiga ega bo'lganlar yoki maxsus xizmatlar uchun e'tiborga loyiq bo'lganlar uchun qo'shimcha to'lovlar ko'zda tutilgan. Ishlaydigan pensiyachilar uchun esa pensiya va ish haqi o'rtasidagi farqni kamaytirishga qaratilgan mexanizmlar joriy etiladi. Bu ularning ikki daromad manbaidan samarali foydalanishiga yordam beradi. Misol, 7000 yoshli Ahmad bobo 45 yil mudarrislik qilgan. Uning hozirgi pensiyasi 2-3 million so'm. Yangi farmon bilan uzoq yillik mehnat stajiga ega bo'lgan va jamiyat rivojiga hissa qo'shgan shaxslar faxriy pensiya ustamasi beriladi. Bu ustama pensiya miqdorining 10 va'dagini tashkil qilishi mumkin. Agar Ahmad boboga inqiqvarashda ustama qo'shilsa, uning pensiyasi 2,6 ming so'mga oshadi va jami 2,66 million so'm bo'ladi. Agar u o'z mahallasida jamoat ishlarida faol bo'lsa, masalan, oqsoqollar kengashi a'zosi bo'lsa, unga qo'shimcha ravishda jamoat faoliyati uchun mukofot berilishi ham mumkin. Bu esa uning oylik daromadini yanada oshiradi. Yolg'iz yashovchi, keksa va nogironligi bo'lgan shaxslar, ularga yordam ko'rsatish doirasi kengaytiriladi. Bu nafaqat moddiy to'lovlar, balki kundalik hayotda amaliy yordam, uy ro'zg'or ishlarida yordam, dori-darmon ta'minoti va boshqalar ham bo'lishi mumkin. Misol, 65 yoshli Mavluda bu yolg'iz yashaydi, harakatchanligi cheklangan. Uning hozirgi pensiyasi 1,4 million so'm. Yangi dasturga ko'ra unga ijtimoiy xizmatlar paketi taqdim etiladi. Bu paket nafaqasiga qo'shimcha ravishda oyiga 5 ming so'm miqdorida moddiy yordamni, shuningdek haftada 2 marta uyni tozalash, oziq-ovqat xarid qilish va dori-darmon yetkazib berish xizmatlarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, uning uyda isitish tizimini modernizatsiya qilish uchun bir martalik yordam ajratilishi ham ko'zda tutilgan. Bu uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Kim xavotirlanishi kerak aslida? Bu yerda xavotirlanish emas, balki e'tiborli bo'lish so'zi ko'proq mos keladi. Birinchidan, agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirmasangiz va sizning daromadingiz yetarli darajada bo'lsa, sizga qo'shimcha to'lovlar belgilanmasligi mumkin. Bu tabiiy, chunki dasturning asosiy maqsadi eng ehtiyojmand qatlamlarni qo'llab-quvvatlash. Ikkinchidan, agar siz yuqoridagi toifalarga kirib, ammo hujjatlaringiz tartibsiz bo'lsa yoki eski ma'lumotlar bilan rasmiylashtirilgan bo'lsa, sizning to'lovingiz kechikishi yoki umuman berilmasligi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlaringizni tekshirish va zarur bo'lsa, yangilashni unutmang. Bu haqda keyinroq batafsilroq to'xtalaman. Uchinchidan,
Ba'zi fuqarolar bu to'lovlarni avtomatik ravishda olishadi. Boshqalari esa murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Agar siz murojaat qilish kerak bo'lgan to'yfaga kirib, lekin murojaat qilmasangiz, siz haqli bo'lgan yordamdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu juda muhim farq. Kim xavotirlanmasligi kerak? Agar siz yuqorida sanab o'tilgan imtiyozli to'yfalardan biriga kirib, barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsa, sizga belgilangan qo'shimcha to'lovlar kafolatlanadi. Siz shunchaki tegishli idoralar bilan bog'lanib, maslahat olishingiz yoki o'z navbatingizni kutishingiz kifoya. Yangi tizim shaffoflik va adolatni ta'minlashga qaratilgan. Shuning uchun haqli bo'lgan har bir fuqaro o'z yordamini oladi. Shuningdek, agar sizning daromadingiz barqaror bo'lsa va siz ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lmasangiz, siz ham xavotirlanmasligingiz kerak. Bu o'zgarishlar sizning hozirgi pensiya yoki nafaqa miqdorlaringizni kamaytirmaydi, balki aksincha, ijtimoiy himoyaga muhtojlarga ko'proq yordam berish uchun yaratilgan. Istisnolar, kutilmagan jihatlar va noaniq nuanslar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi bu yangi tartibda ham o'ziga xos istisnolar, kutilmagan jihatlar va ba'zi noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizga jarayonni tushunishda va o'z huquqlaringizni himoya qilishda yordam beradi. To'lovlarni avtomatik belgilash va murojaat qilish zarurati. Yuqorida aytib o'tganimdek, ba'zi to'yfadagi fuqarolar uchun qo'shimcha to'lovlar avtomatik ravishda, ya'ni ularning murojaatisiz belgilanadi. Bular odatda davlat pensiya jamg'armasi yoki boshqa ijtimoiy xizmatlar tomonidan barcha ma'lumotlari mavjud bo'lgan shaxslardir. Misol uchun, agar siz doimiy ravishda nafaqa olib kelayotgan birinchi guruh nogirini bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz jamg'armada bor va sizga belgilangan qo'shimcha to'lovlar avtomatik tarzda hisoblanishi mumkin. Siz shunchaki bank kartangizga pul tutishini kutishingiz kifoya. Ammo ko'pchilik holatlarda, ayniqsa yangi to'yfaga kirgan kam ta'minlangan oilalar yoki oilaviy sharoiti o'zgargan shaxslar, masalan, boquvchisini yaqinda yo'qotganlar uchun murojaat qilish talab etiladi. Nima uchun? Chunki davlat idoralarida sizning hozirgi moliyaviy ahvolingiz, oilaviy tarkibingiz yoki boshqa muhim ma'lumotlar yangilanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun, agarda siz yuqoridagi imtiyozli to'yfalardan biriga kirishga haqli deb hisoblasangiz, lekin sizga avtomatik tarzda to'lovlar kelmasa, darhol tegishli idoralarga murojaat qilishingiz shart. 2. Daromadlar va mulkni hisobga olishdagi nozikliklar. Yangi tizimda ijtimoiy yordamni belgilashda nafaqat daromad, balki oilaning mulkiy holati ham jiddiy e'tiborga olinadi. Ya'ni agar oilada rasman kam daromad ko'rsatilsa-da, lekin oila a'zolarida bir nechta avtomobil, qimmatbaho ko'chmas mulk yoki yirik biznesga egalik mavjud bo'lsa, ularga yordam belgilanmasligi mumkin. Bu haqiqiy ehtiyoj tamoyilini ta'minlashga qaratilgan. Nuans ba'zida oilaning mulki uzoq qarindoshlar nomiga rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Ammo amalda bu mulkdan oila foydalanadi. Bunday holatlarda ijtimoiy xizmat xodimlari chuqur o'rganish o'tkazishi va holatni obyektiv baholashi mumkin. O'zimning amaliyotimda shunday holatlarga duch kelganman. Masalan, yosh oila uy-joyga muhtoj bo'lib, rasmiy daromadi minimal darajada, lekin ularning ota-onalari nomiga juda katta fermer xo'jaligi bor. Tabiiyki, bunday holatda ijtimoiy yordam belgilashda bir nechta faktorlar inobatga olinadi. Shuning uchun murojaat qilayotganda barcha ma'lumotlarni ochiq va rostgo'ylik bilan taqdim etish muhimdir. Murojaatlarni ko'rib chiqish muddatlari va resurslar. Farmon kuchga kirishi bilan ko'plab murojaatlar kelib tushish kutilmoqda. Shu sababli murojaatlarni ko'rib chiqish jarayoni biroz cho'zilishi mumkin. Rasmiy hujjatlarda murojaatlarni ko'rib chiqish uchun 15 ish kuni yoki o'tma kalendar kuni kabi muddatlar belgilangan bo'lsa-da, katta yuklama tufayli bu muddatlar biroz kechikish ehtimoli bor. Xavotirga tushmaslik kerak. Ammo sabrli bo'lish va jarayonni kuzatib borish muhim. Agarda belgilangan muddatlardan o'tib ketgan bo'lsa, siz yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki xalq qabulxonalariga murojaat qilish huquqiga egasiz. 4. Geografik farqlar va hududiy xususiyatlar. Garchi farmon butun respublika bo'ylab amal qilsa-da, ba'zi bir qo'shimcha yordam dasturlari yoki ularni amalga oshirish mexanizmlari hududiy darajada, ya'ni viloyatlar yoki tumanlar kesimida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Misol uchun, Toshkent shahrida yoki yirik shaharlarda kommunal xizmatlarga to'lovlar uchun kompensatsiya miqdori qishloq joylariga nisbatan farq qilishi mumkin. Yoki ayrim hududlarda mahalliy byudjet hisobidan qo'shimcha rag'batlantirish dasturlari mavjud bo'lishi mumkin.
Bu vaqtda o'zingiz yashayotgan hududdagi davlat xizmatlari markazlari yoki mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlaridan aniq ma'lumot olish zarur. 5. Vaqtincha yoki doimiy yordam. Ba'zi bir to'lovlar doimiy xarakterga ega bo'ladi. Masalan, pensiyaga qo'shimcha ustamalar. Ba'zilari esa vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Masalan, bir martalik moddiy yordam yoki ma'lum muddatga belgilangan qo'shimcha nafaqalar. Bu farqni tushunish muhimdir. Agar sizga vaqtinchalik yordam belgilangan bo'lsa, uning muddati tugagandan so'ng qayta murojaat qilish yoki holatingizni qayta baholatish talab etilishi mumkin. Bu ayniqsa kam ta'minlangan oilalar uchun dolzarb. Ularning moliyaviy holati muntazam ravishda ko'rib chiqilishi mumkin. 6. Yashash minimumi va iste'mol savati tushunchalari. Yangi tizimda ko'plab to'lovlar aynan shu ko'rsatkichlarga bog'lanadi. Agar siz yashash minimumi yoki iste'mol savati qanday hisoblanishini bilmasangiz, bu sizga beriladigan yordam miqdorini tushunishni qiyinlashtirishi mumkin. Oddiy qilib aytganda, yashash minimumi bu bir kishining normal hayot kechirishi uchun minimal zarur bo'lgan moddiy ne'matlar va xizmatlar qiymati. Bu ko'rsatkich har yili hukumat tomonidan belgilanadi va to'lovlar miqdorini hisoblashda tayanch nuqta bo'lib xizmat qiladi. Unga nisbatan belgilangan foizlar yoki koeffitsiyentlar asosida sizning to'lov miqdoringiz hisoblanadi. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Sizning moliyaviy kelajagingizni ta'minlash uchun qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz kerak? Bu yerda men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. 1. Rasmiy ma'lumotlarni tekshiring va shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilang birinchi navbatda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yuqorida tilga olingan farmoni va unga oid qarorlar bilan tanishing. Rasmiy manbalar, masalan, huquqiy axborot portali, Lexus yoki Davlat pensiya jamg'armasining veb-sayti. Uz orqali ushbu hujjatlarni toping va diqqat bilan o'rganing. Aynan qaysi toifalarga, qanday miqdorlarda va qaysi shartlar asosida to'lovlar belgilanganini aniq bilib oling. Shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Pasportingizning amal qilish muddati, familiya, ism, sharifingizdagi xatolar agar mavjud bo'lsa, yashash manzilingizning dolzarbligi kabi ma'lumotlar juda muhim. Agar o'zgarishlar bo'lsa, ularni zudlik bilan rasmiylashtiring. Bank kartangizning faolligini tekshiring. Ko'plab to'lovlar bank kartasiga o'tkaziladi. Agar kartangiz eski bo'lsa yoki muddati tugagan bo'lsa, yangisini oching. 2. Kerakli hujjatlarni to'plang. Murojaat qilish zarur bo'lganda sizga quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Ularni oldindan tayyorlab qo'ying. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta va uning nusxasi, pensiya guvohnomasi, agar pensiyada bo'lsangiz va uning nusxasi. Nogironlik haqidagi ma'lumotnoma TMIK xulosasi va uning nusxasi. Nikoh va farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, oilaviy nafaqalar uchun va ularning nusxalari. Boquvchisini yo'qotganlik haqidagi guvohnoma, agar tegishli bo'lsa va uning nusxasi. Oilaning daromadlari haqidagi ma'lumotnoma ish joyidan, mahalladan, soliq idorasidan. Bu ma'lumotnomada oilaning barcha a'zolarining rasmiy daromadlari aks etishi kerak. Agar ishsiz bo'lsangiz, bandlikka ko'maklash markazidan ishsiz deb ro'yxatdan o'tganligingiz haqidagi ma'lumotnoma. Mol-mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr hujjatlari, avtomobil uchun texnik pasport nusxalari. Bu sizning mulkiy holatingizni baholash uchun talab qilinishi mumkin. Bank kartangizning rekvizitlari, kartaning raqami, hisob raqami, 30. Qayerga murojaat qilish kerak? Davlat xizmatlari markazlari. Hozirgi kunda aksariyat ijtimoiy xizmatlar DXM orqali taqdim etiladi. Siz yashash joyingizdagi eng yaqin DXMga murojaat qilib, ijtimoiy yordam olish uchun ariza shaklini to'ldirishingiz va kerakli hujjatlarni topshirishingiz mumkin. DXM xodimlari sizga har tomonlama yordam berishga majbur. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari. Ayniqsa, kam ta'minlangan oilalar va yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar uchun mahalla bo'limlari muhim rol o'ynaydi. Ular sizning oilaviy ahvolingizni o'rganib chiqib, tegishli tavsiyalar beradi va arizangizni ko'rib chiqishda yordam berishi mumkin. Ba'zi hollarda ular sizning uyingizga borib, sharoitingizni o'rganishi ham mumkin. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz va pensiyangizga qo'shimcha ustama belgilanishi kerak deb hisoblasangiz, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zi to'lovlar avtomatik tarzda amalga oshirilsa-da, agar pul tushmasa, ulardan aniqlik kiritishingiz mumkin. Xalq banki filiallari, agar siz nafaqa yoki pensiyani Xalq banki orqali olsangiz
ularning pensiya bo'limlarida ham qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. 4. Ariza yozish bo'yicha aniq ko'rsatmalar. Ariza odatda standart shaklda bo'ladi, ammo baribir ba'zi jihatlarga e'tibor berish lozim. Kimga ariza murojaat qilinayotgan tashkilot rahbari nomiga yoziladi? Masalan, Toshkent shahar davlat xizmatlari markazi direktori FE-shiga. Kimdan? O'zingizning to'liq FE, pasport seriyasi va raqami, yashash manzilingiz va aloqa telefon raqamingizni aniq ko'rsating. Ariza sarlavhasi ijtimoiy yordam nafaqa pensiya ustamasi belgilash to'g'risida deb yozing. Asosiy qism. Bu yerda siz o'z holatingizni qisqacha va aniq bayon qilasiz. Nima uchun sizga ijtimoiy yordam kerakligini, qaysi toifaga kirishingizni, masalan, men birinchi guruh nogironiman, men boquvchisini yo'qotgan yolg'iz onaman. Mening oilam kam ta'minlangan ko'rsating. Shuningdek, yangi farmon PF 1234 sonli farmon asosida qo'shimcha to'lov olishga haqli ekanligingizni ta'kidlang. Ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati. Yuqorida sanab o'tilgan hujjatlarning ro'yxatini to'liq keltiring. Sana va imzo. Arizani yozgan sana va shaxsiy imzoingizni qo'ying. Maslahat. Arizaning 2 nusxasini tayyorlang va bir nusxasiga qabul qiluvchi idora xodimidan qabul qilinganligi haqida belgi, shtamp va imzo qo'yib oling. Bu kelajakda ehtimoliy tushunmovchiliklarning oldini oladi. Xulosa va yakuniy chorlov hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomizda men sizga Irmaydan boshlab amalga oshiriladigan yangi ijtimoiy to'lovlar tizimi haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Shuni unutmangki, bu o'zgarishlar har bir fuqaroning hayotiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar va shaxslar uchun katta imkoniyatlarni ochib beradi. Bu hamma uchun katta to'lov emas, balki aniq belgilangan mezonlar asosida eng ehtiyojmand qatlamlarga beriladigan maqsadli yordamdir. Yangi tizimning asosiy maqsadi jamiyatimizda ijtimoiy adolatni ta'minlash, aholining turmush darajasini yaxshilash va har bir fuqaroning o'zini davlat himoyasida his qilishidir. Shuning uchun men sizni faol bo'lishga, o'z huquqlaringizni bilishga va kerakli choralar ko'rishga chaqiraman. Sizningcha bu yangi tizim qanchalik samarali bo'ladi? Yoki sizda bu borada qandaydir savollar yoki takliflar bormi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu biz uchun juda muhim. Chunki biz sizning savollaringizga javob berishga va kelgusi videolarimizda dolzarb mavzularni yoritishga intilamiz. Videomiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying, toki keyingi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormang. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Tez orada ko'rishguncha.